Birisi tag'in eng yaratgan o'qituvchilarning birisi. Ul albatta siz hozir bilasizlar endi kim ekanligin. Tohir aboy. Sizni sahnaga chaqiramiz. Tohir aboy siz bunun biridadir deb. Hali avvallarınız nechik Tohir aboy? Bik şep, Suymi bayram. bik memnun, bik uşuy. Bek shodmiz. Mana Tohir aboy siz bizning bek hozir bek boshli, bek aqlli bizning o'qituvchimiz ko'pgina kitoblar chiqardingiz. Shuning uchun hozir sizga bir kichkinagina imtihon bo'lacak. Siz hazırmi? Hazır. Alqishlar bilan qarshi olamiz Tohir aboy. Esenmisiz, hurmatli o'quvchilar, qizlar, yigitlar, opalar, esenmisiz? Bizning konkursantimiz Zulfat. Siz meni bilasizlar endi, men sizda bilam. Urgalaganim bor. Bor. Tavushingiz biyrak endi. Tanish. Demak, bizni hali viktorina o'tashak, men sizga savollar berishakman, ham siz menga 3 sekund ichida durust javob bergan to'g'ri kelishak sizga. To'g'rimi? Hazırmi? Hazır. So'raymiz. Birinchi so'rov 3 sekund. Jurnal durust davom etamiz. Yomg'ir yog'asi balab hop. Zülfat yürüyüşü kirgelep. Nechik? Zülfat sahnede yürüyüşü kirgelep. Ritmisi durust tugul, sizga ishonmagansiz. Nega adabiyot o'qituvchisidan nasa bo'ldi bu? Nasa bo'ldi? Durust tugul, bo'ldi. Sibelep, lep, Nasa lap. ritmi. Lap ritmi bo'ladi bu. Bo'lam bu aytib. Yomg'ir yog'asi balab qoshan kelay, sibahat. Mana bu ritm bo'lar edi. Yo'q bo'lmadi. Bu so'zlar tegiladi, bo'lmadi. Yo'q bo'lmadi. Bular. Aytamiz. Ikkinchi so'rov, Zulfatning endi eng shap shi'rini bilasiz siz. 3 sekund. 1 2 Yağmur yürüyüşü belep, sibgat yürüyüşü kirgelep. Shi'rim. Şiir. Yo'q. Durust. Necha degsiniz siz? Yo'q. Sulag'iz. Zulfatning yorqin bir shi'ri u. Men Zulfat degan malay ismli bir shi'ri bor uning. Şulay mı? Ayy. Siz onu bilasiz, yari, unutmansizlar endi. Necha tasini endi. 3-so'rov, To'qay madrasaga borgan kunni yil qaysi yoqdan esgan? Dünya kılçavuştan. Ha? Dünya kılçavuştan. Durust tugul. Dürüst. Durust tugul deymi? Eyde ispatla. Kılçavuştan isken. Muhim tugul, bartik durust tugul. 4-so'rov, haligi jumlani rus tilina durust qilib tarjima etdingiz. Thomas, je m'appelle, je m'appelle Juma. Jumga. Ha? Jumga. 3 sekund. 1 2 3 qavatlayım. Juma xo'sh, moy. 6-so'rov, bu sizning profil bo'yicha endi olma bilmagach bilmayman endi. Isim o'qilib ketashak. Retsenziyalardan tavsiyalarga kitobida 42-bet nendek so'zlar bilan boshlanadi. Fatih Amirxonning kisik bosh yoxud Pişen bazar yoxud yan kisik boshqa retsenzi. Aytdingiz bo'lar edi bu bartik durust tugul. O'qib bera olam. Qo'y birovlar onlardan vaqti bilan tatar Chexova shigar debdi falanganlar edi. Sizdan tatar Chexova shigarmikan men bilmayman hozir. Qo'yan olding o cümleni, anda yo'q, anda jumla. Mana o'qig'iz, turishig'iz, ishi bo'lg'iz hozir. Retsenziya kitobini o'qib chiqaring. Yari. Bunday so'rov. Shaxsiy bir so'rov. Chulpon opaning nomeri nendek sonarga bitadi? Sottoviy telefon nomeri. 892 75 84 25. Onu menda bilam. 7554. Bilmicha, zo'sht berilmagach 5 tapir shaldiratqach bilmaysiz bilasing endi. Halarim bilib yotdim. Nishik olmadim ekan. Mendan so'ng Arabik kishi. Yari, so'nggi so'rov. Sizga so'rov. Yaratgan bir o'quvchimizga so'rov. Sizning eng yaratgan studentlaringiz kim? Bütün fakülte studentlari. Barısını da yaratam. Hem şunun da eng yıldızı Zülfat. Hem Nazim. Bek Bek rahmat sizga Tohir aboy. Tag'in bir topib olqishlar. Bek rahmat.